to'xtatib qo'ydi. Mana Xudoga shukr, shu hozirgacha ham shu san'at ichida yaxshi yomon yurib. Endi asosiy shu ashularni tepda turib, tongda turib aytishni o'rgatgan ustozim Xorazm viloyati Shovot tumani Buyrachiq qishlog'ida Kamoljon ustani kolxozida aslida Zokir Bekbekov bo'ladi. Bu inson shu armiyaga ilk bor borgan paytimda, borgan kunimdan qo'limdan tutib, kim ashula aytib biladi, kim rubob chalib biladi deb aslida shu tongda turib ashulaga qotaytirib o'rgatgan ustozim Shovotlik Zokir Bekbekov bo'ladi. Shu armiya haqida gap boshladingiz. O'sha men bobomlardan eshitganman bir voqeani. Shu armiyada qandaydir konkurs nimadir bo'lganda gitara chalib Xorazmcha ashula aytib, o'sha shu sovetlarga, ruslarga u payt armiya ham o'sha chet boshqa davlatlarda bo'lgan. O'shanda konkursda qatnashib yuqori o'rinlardan bittasini olgan ekansizlar. Shu voqea haqida aytib bering, o'zingiz gap boshlab qo'yingiz. Rahmat, avvalambor yaxshi savol bo'ldi bu. Bu aslida men nomimga o'zgartirib kesilgan bo'lsa kerak. Endi bu ustozni yonida shu karantin paytimizda 3 kun 4 kun borganimizda Moskvada bo'lgan xizmatimiz Reytova oblastida borgan kundan ustoz egalik qilgan bo'lsa, shu ustozni 3 kundan keyin konkurs ko'rik Moskva butun chastlar bo'yicha musobaqa bo'ldi. Ashula aytish bo'yicha har bir chastga bir dona ashula aytishga ruxsat berilgan. Aslida bu men nomimga ko'chgan bilan ustoz aytgan ashulani. Keyin tog'avachchasi rahmatli Yusufboy degan tog'avachchasi bor edi. Rubobda ustani o'zi, doirada Yusufboy rahmatli menga bayon akordeon yo'q ekan, bayonni ilib qo'ydilar. Bütün konkurs bo'yicha shu chastlararo ikkinchi o'rinda olganmiz. Lekin bu meni gitara chalib aytdi degan ko'chma gaplar hazil gap bo'lsa kerak. Aslida ustoz aytgan shu. Kamoljon ustani. Lekin siz ham bo'lgansiz tarkibda. Aslida bu men O'zbekiston o'g'liman, Qoraqalpoqdirman de. Assalomu assalom, O'zbekistondan salom degan ashulani usta aytganda, shunda butun Moskovskiy garnizon bo'yicha ikkinchi o'rinda olganmiz. Tushunarli. Gitara emas, balalayka instrumenti bo'lgan ekan ustozni qo'lida. Keyin sizni ovchi ham deyishadi. Shu haqda ham bir bafurcha to'xtalib gapirib bersangiz qiziqish bo'lganmi? Shu nima sababdan ovchi bo'l deyishadi? Shu haqda ham bir ozroq gapirib bersangiz inshaalloh qiziq bu narsa. Albatta, endi bu yerda ko'pchilik bilsa kerak meni. Ba'zi bir shu yoshlik paytimizda ovchilar bo'lardi. Shularga qiziqib, ergashib, izdan qolmay shu ustozlarni hamma tushunchasini olib, mana 97-yili ovchilar jamiyatiga a'zo bo'lgan bo'lsam, to 2016-yilgacha ovchilik ham qildik. Mana shu ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'llarar deydi. Mana ashula, muzika bo'yicha ham ustoz ko'rdik. Qurol bo'yicha ham ustoz ko'rdik. Ustozlarni shu o'gitini olib, ko'p yillar mana shu ovchilar jamiyatining raisi bo'lib ishladim. Yaxshi yomon mana o'tgan yili raislikni topshirib, faoliyatni to'xtatib qo'ygan vaqtimiz hozir. Ha, shunday. Ustoz, mana shu hozir oxirgi ashulangiz, yangi qo'shig'ingiz chiqibdi. Buni xalqqa namoyish etasizmi? Bir shingil ozroq bo'lsa ham. Endi buni hali bu aslida she'rni o'zini yozib, musiqasini bastalash ham qiyin. Bunga endi sababchi bo'lgan
shu yaqinda 80-yil, 81-yil o'quvchilari Navro'zga beradigan ekan. Shunga Sevinch Ismoilova degan hofiza kelar ekan. Degandan keyin shu yaqinda televizorda konsertini ko'rib qoldimda. Endi bu undan oldin ham bir qancha she'rlar yozib, ashula qilib chiqarganman. Mana Diyora polvon haqida ashula, Gulchira qiz, Xayrullani tori bor, Gulnora, shunga o'xshab bir necha bor she'rlar yozib, ashula qilib chiqardim. Chiqib xalqdan bu ashulang bo'lmaydi degan gapni eshitmadik. Sevinch haqida ham shu konsertini ko'rib, endi bir g'oyibdan kelgan bu anavi bo'lsa kerak. She'rni ham qofiyasini kechirmasa, aslida ashula bo'lmaydi. Ashula bo'lmaydi. Avradının tağlıdır, rakkaltatın ağlıdır. Avradının tağlıdır, rakkaltatın ağlıdır. Haridat kemende gelen sevinçnin avadıdır. Haridat kemende gelen sevinçnin avadıdır. Sevinçnin avadıdır. Gökten gödüm kabaşemer, avaldı kırdan aşemer. Gökten gödüm kabaşemer, avaldı kırdan aşemer. Kıylete o taknebet, tingleten aklın şaşemer. Kıylete o taknebet, tingleten aklın şaşemer. Tingleten aklın şaşemer. Yurtımın sevda kıdıya, toylardan ağlı tuduya. Yurtımın sevda kıdıya, toylardan ağlı tuduya. Halkım sever sanatın, kuylar sevinçle müziği. Halkım sever sanatın, kuylar sevinçle müziği. Kuylar sevinçle müziği. Şair hop oylanar, hani aldım hem de kuylanar. Şamlı şair hop oylanar, hani aldım hem de kuylanar. Tinçlik bulsun yurtumda, farikı tinç kuylanar. Tinçlik bulsun yurtumda, farikı tinç kuylanar. Farikı tinç kuylanar. Halkım hizmetin kılıp sevinç örgençke kayıttı. Sevinç örgençke kayıttı. Karı kız örgenç kayıttı. Sizga suhbat uchun kattakon rahmat. Komil usta, o'sha mana bizlarni kuzatib boringlar, yangi tashkil qilgan o'sha o'zlaringizni qiziqtirgan, misol uchun Nishon tumanida ham san'atkorlar juda ko'p bo'lgan azaldan. Albatta ularni ham har bittasini topib, imkoni bo'lsa chaqirib hammasi bilan suhbat qilamiz, aka-akalarimiz. O'sha bizlarni kuzatib boringlar, obuna bo'linglar. O'sha Nishon TV degan yangi o'sha mana shu
ko'rsatuvimizni Instagramda yo bo'lmasa Facebookda ham, YouTube'da ham joylab boramiz. Sizlarga katta rahmat. Usta sizga ham katta rahmat. Vaqtingizni ayamasdan mana shu bizga erinmasdan shogirdlaringizni o'sha boyagi misol uchun san'ati ko'tarilsa ham o'zi ko'tarilmagan holatda kelib bizning savollarimizga o'zlari bizni qiziqtirgan savollarga o'zlarini ayamasdan javob berdi, vaqtlarini ayamasdan. Sizga katta rahmat, ijodingizga omad. O'sha nima xizmat bo'ladigan bo'lsa, biz tarafdan hamisha tayyor bo'lamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, iloyim ijodlaringga Alloh baraka bersin. Bundan keyingi bo'ladigan ishlaring davomli bo'lsin. Shunday, Sog' bo'linglar, rahmat. omon bo'linglar. Rahmat ustoz, sizga ham kattaga rahmat.